Har bitta queries kompleksdan p-cha bor va 4-queries kompleksdan oldin p-cha manfiy bo'lib qolgan. Ya'ni pastga qarab qolganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Bu ritm boshqaruvchisi migratsiyasi degani. Ya'ni bu holat ko'p hollarda yosh ya'ni yoshlarda, ayniqsa sportsmen, sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib yuradigan yoshlarda bu normal holat hisoblanadi. Bo'lsak, ritm stripda ertishchalarga qaraymiz. Ya'ni ertishchalarning balandligi bitta baland, bitta past, bitta baland, bitta past, bitta baland, bitta past. Bu holat do'stlar perikard bo'shlig'ida suyuqlik borligini bildiradi. Ya'ni bu har xil tampana. Xo'p, 20-tahlil, demak anamnezini eshitamiz bemorni. Ayol kishi 66 yoshda va yurak urib ketishi bilan murojaat qildi. Demak, bizni birinchi qiladigan ishimiz ritmni aniqlab olish kerak. Ritmni aniqlash uchun queries kompleksdan oldin p-cha bormi yo'qmi ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, videoni pauza qilib qo'yib 2-3 sekund davomida o'zingiz xulosa berishga urinib ko'ring. Mana shu ekigada ko'pchilik adashishadi. Ya'ni biz boshladik. Demak, endi V1 ni hisoblaymiz. V1 10 mm. Qo'shsak 28 mm bo'lyapti. Ya'ni bunda gipertrofiya belgisi yo'q deb qarashlik mumkin bo'ladi. Lekin do'stlar, bunda yana bitta narsaga ahamiyat berishlik kerak. Bu ekigini mohiyati ham shundan iborat. Mana shu joyga qaraydigan bo'lsak, mana standart tarmoqlarga qaraymiz. Standart tarmoqni boshlanishida mana shu to'rtburchak narsa bu millivoltni bildiradi. Ya'ni queries voltajini balandligini bildiruvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Bu ya'ni mana 5 millivoltda olingan ekiga ekan bu. 5 millivoltda olingandagi ekigida 28 mm chiqadigan bo'lsa, o'zi 35 mm chiqish kerak edi gipertrofiya bo'lish uchun. Lekin 5 millimetrda 5 millivoltda olinganligi uchun bu 28 chiqyapti. Endi bizni standart ekigalarimiz 10 millivoltda olinishi kerak. 10 millivoltda olinganda bu jarayon 28 mm emas, 56 mm chiqqan bo'lar edi. Ya'ni bu ekigini mohiyati shundan iboratki, mana shu millivoltlariga ham ahamiyat berish kerak. Ya'ni biz gipertrofiyani hisoblaymiz yoki boshqa narsani hisoblaymiz. Biz